الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Câthiye tefsiri 27. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Câthiye suresi 27. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Asmanlar bilen ziminning padişahlığı Allah'a xasdır. Kıyamet qayım bolgan günde kafirlar ziyan tatıdı. Her ümmetni qorqunuşning qattiqligidan tizlangan halda görsen. Her ümmet özünün namı amaliga çaqırıldı. Ulağa bugün qilmishinglarga yarasha mukofotga erishsizlar yoki jazoga uchraysizlar deyiladi. Bu bizning kitobimiz, ya'ni nomi amal sizlarga haq bilan so'zlaydi. Biz qilmishinglarni yozdirib turgan edik. Ya'ni farishtalarni amallaringlarni yezib turishga buyurdik. Qiyomat kunidagi qo'rqinchli ahvollar to'g'risida Allah Teala bu ayette özünün asmanlar bilen ziminning padişahı, ularning dünya ve ahiretdeki hükümdarı ekenligini xabar qilgandan keyin mundaq deydi. Qiyomat qayım bo'lgan kunda kafirlar ziyon tortadi. Ya'ni ular Allah Teala'ga kafir bo'lgan, uning payg'ambarlariga nozil qilgan ro'shan oyatlarini va ochiq dalillerini inkor qilgan kishilardir. Her ümmetni qo'rqinishning qattiqligidan va cho'ngligidan tizlangan holda ko'rsan. Aytilishicha, her bir odam jahannamning ustiga keltirilsa, jahannam qattiq bir gurkaydi-da, buning bilan har qanday bir odam qo'rqinidan tizlanadi. Hatta Allah Teala'ning do'sti İbrahim alayhissalom: "Ey Allah, men rahim qilgin. Mang rahim qilgin. Ey Allah, bugün senden faqat manga rahim qilishingni so'rayman" deydi. Hatta İsa alayhissalom: "Ey Allah, bugün senden faqat manga rahim qilishingni so'rayman. Meni tuqqan onam Maryamga rahim qilishingni so'rayman" deydi. Ya'ni ahvol intayin qattiq qo'rqinchli bo'lg'achqa, har odam o'zi bilanli bo'lib, eng mehribon kishisi bo'lgan onasini unutib ketadiganligini ko'rsatdi. Her ummet o'zining nomi amaliga, ya'ni qilmishlari yozilgan kitob bo'yicha chaqirildi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: "Nomi amallar hozir qilindi. Payg'ambarlar va guvohchilar keltirildi. Shunga pok ve yüksek Allah mundaq deydi: Ularga bugün qilmishinglarga yarasha mukofotga erishsizlar yoki jazoga uchraysizlar, ya'ni amallaringlarning yaxshi yomoniga yarasha mukofotlansizlar yoki jazoga tortilasizlar deyiladi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgari oxir qilgan amallari uqtirildi. Belki inson o'ziga, ya'ni qilgan yomon ishlariga o'zi guvohdir. U o'zini aqlash uchun qancha o'zri aytgan taqdirdami, o'zri qabul qilinmaydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu bizning kitobimiz, ya'ni nomi amal sizlarga haq bilan so'zlaydi.
ya'ni sizlarning nomi amalinglarning hammasini uningga bir narsa qo'shib qo'ymasdan yoki uningdan bir narsa kamaytibmi qo'ymasdan hozir qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: kishilarning nomi amali o'ttirg'i qo'yiladi. Gunohkorlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rsan. Ular voy bizga bu nomi amalga cho'ng kichik gunohning hammasi xotirlanibdi-ku deydi. Ular qiygan etganlarining hammasining nomi amaliga xotirlanganligini ko'rdi. Rabbing hech odamga zulm qilmaydi. Biz qilmishinglarni yozdirib turgan edik. Ya'ni farishtalarni amallaringlarni yezib turishga buyurdik. İbn Abbas radıyallahu anhuma ve başkalar farishtalar bandalarning amallarini yezib turdi. Ondan uni osmonga elib chiqdi. Ondan nomi amallarni tizimlash o'rnidagi farishtalar bilan uchrashib, qo'llaridagi amallarni Allah bandalarni yaratishdan ilgari ularga burunla yezib etgan. Har Şabi Qadr kechisi Lavhul Mahfuzdan farishtalarga ma'lum bo'lgan narsalar bilan selishtirdi. Bir harf chog'liq narsani qo'shib qo'ymaydi va kamaytib qo'ymaydi dedi. Ondan bu oyatni o'qidi. Biz qilmishinglarni yozdirib turgan edik, ya'ni farishtalarni amallaringlarni yezib turishga buyurdik. La havla va la quvvata illa billah. İman etqan ve yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, Rabbi ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizdi. Bu ro'shan murodga yetishdir. Kafirlarga kelsak, ularni ayiblash yuzidan ularga mening oyatlarim sizlarga o'qib berilmadimi? Sizlar cho'ngchilik qilib, uningga iymon etishdan bosh tortdinglar. Sizlar gunohga cho'mgan qavm edinglar deyiladi. Sizlarga Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Qiyomatda, ya'ni qiyomatning bo'lishida hech shak yo'qdir. Deyilsa, hech shak yo'q deyilsa, sizlar haddidan ziyoda sarkashlikinglardan qiyomatning nima ekanligini bilmaymiz. Faqat uni bo'lish mumkin deb gumon qilamiz. Uningga biz haqiqiy ishonmaymiz dedinglar. Oxiratda ularning qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ular dunyodagi chaqlarda masxar qilgan azob ularni urib oladi. Ularga deyildi: sizlarning mush kundagi muloqotni unutganliginglarga o'xshash bugun sizlarni unutamiz. Ya'ni sizlarni azobga tashlab qo'yib unutib qolgandek muomala qilamiz. Sizlarning joyinglar davzax bo'ladi. Sizlarga sizlarni azobdan qutqizadigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Bu shuning uchunki sizlar Allohning oyatlarini masxar qiladigan narsa qilib oldinglar va sizlarni dunyo tirikchiligi oldida. Bugun ular davzaxdan chiqarilmaydi. Ulardan tavba qilish va ibodat qilish bilan Allohni rozi qilishmi talab qilinmaydi. Jimi hamda sana osmonlarning Rabbi, zaminning Rabbi va olamlarning Rabbi Alloh xosdir. Osmonlardagi va zamindagi ulug'liq Alloh xosdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Alloh taolo qiyomat kuni maxluqotlar ichida chiqaradigan hukmdan xabar qilib mundaq deydi: iymon etgan va yaxshi ishlarni qilganlarga kelsak, ya'ni chin dillaridan iymon etgan, qo'l, put, ko'z, tilga o'xshash a'zolari shariatga muvofiq yaxshi amallarni qilgan kishilarga kelsak, Rabbi ularni o'zining jannatdan iborat rahmati doirasiga kirgizadi. Bu vaqtda Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: shaksizki Alloh taolo jannatga sen mening rahmatim, men sen bilan xohlagan odamga rahim qilaman degan. Bu
ro'shan murodga, ya'ni ochiq ochkori utuqqa yetishdir. Kafirlarga kelsak, ularni ayiblash yuzidan ularga mening oyatlarim sizlarga o'qib berilmadimi? Ya'ni Alloh taolaning oyatlari sizlarga o'qib berilmadimi? Sizlar cho'ngchilik qilib uningga iymon etishdan bosh tortinglar, ya'ni uni anglashdan yuz o'rdinglar. Sizlar dilinglarni qoplab ketgan kufrlik bilan bizga qilmishinglarda gunohga cho'mgan qavm edinglar deyiladi. Sizlarga Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Qiyomatda, ya'ni qiyomatning bo'lishida hech shak yo'q deyilsa, ya'ni mu'minlar sizlarga shundoq desa, sizlar haddidan ziyoda sarkashlikinglardan qiyomatning nima ekanligini bilmaymiz, ya'ni uni o'qimaymiz. Faqat uni bo'lishi mumkin deb gumon qilamiz, ya'ni uni faqat bo'lib qolarmikin deb o'ylaymiz. Uningga biz haqiqiy ishonmaymiz dedinglar. Oxiratda ularning qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ular dunyodagi chaqlarda masxara qilgan azob ularni o'rib oladi. Ularga deyiladi: sizlarning mush kundagi muloqotni unutganliginglarga o'xshash, bugun sizlarni unutamiz. Ya'ni sizlarni azobga tashlab qo'yib, unutib qolgandek muomala qilamiz. Ya'ni sizlar u kun uchun yaxshi ish qilmadinglar. Chunki sizlar u kunga ishonmaydinglar. Sizlarning joyinglar davzax bo'ladi. Sizlarga sizlarni azobdan qutqizadigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Imom Muslim payg'ambar alayhisalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo ba'zi bandalarga qiyomat kuni: "Sen xotin bermidimmi? Seni hurmatga sazovor qilmadimmi? Sening xizmating uchun otni, to'gini sen bo'ysundirib bermidimmi? Seni xohlagancha boshqaradigan g'animatning 4/1 qismini oladigan podshoh qilmadimmi?" deydi. Banda shundoq ey Rabbim deydi. Ondan Alloh taolo: "Menga uchirishadiganligingni o'ylamaganmiding?" deydi. U: "Yo'q" deydi. Ondan Alloh taolo: "Sen meni ilgari unutganga o'xshash, bugun men seni unutayman. Ya'ni seni azobga tashlab qo'yib, unutib qolgandek muomala qilaman" deydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu shuning uchunki sizlar Allohning oyatlarini masxara qiladigan narsa qilib oldinglar. Ya'ni sizlarni bu jazo bilan jazolashimiz faqat sizlarning Allohning sizlarga ko'rsatgan dalil paketlarini masxara qiladigan narsa qilib olib, uni masxara va zanglik qilganliginglar uchundir. Va sizlarni dunyo tirikchiligi oldidi. Sizlar uning bilan xotirjam bo'lib ketgan edinglar. Del shu sabab bilan ziyon tortquchilardan bo'ldinglar. Bugun ular davzaxdan chiqarilmaydi. Ulardan tavba qilish va ibodat qilish bilan Allohni rozi qilishmi talab qilinmaydi. Balki ular qilmishlaridan hisob ilinmasdan, gunohlari tufaylidan ayblashkimu uchirmasdan darhalla azobga duchor qilindi. Bu xuddi mu'minlardan bir guruh kishilarning azobga duchor bo'lmasdan, hisobmi ilinmasdan jannatga kirganiga o'xshaydi. Subhanalloh, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Alloh taolo mu'minlar bilan kofirlar qilgan hukmini bayon qilgandan keyin mundaq deydi: "Jami hamd sana osmonlarning Rabbi, zaminning Rabbi, ya'ni ularning va ularning orasidagi narsalarning podshohi va olimlarning Rabbi Alloh xosdir. Osmonlardagi va zamindagi ulug'liq Alloh taolo xosdir." Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid: podshohlik hamma narsa bosh egadigan, hamma narsa muhtoj bo'ladigan ulug'liq va buyuklik egisi bo'lgan Alloh taolo xosdir. Abu Davud payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: Buyuklik ishtinimdir. Ulug'liq tonumdur. Kimiki u ikkisining birini mendan tortib etsa, ya'ni
u ikki sifatning birini mendan ayirib etsa, men u odamni do'zaximga solaman. İmam Müslimmu muşunun o'xshash bir hadisni rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Allah g'olibdir. Ya'ni Allah yengilmasdir. Allah hiç cheklimiga uchramaydi. Allah Taala so'zlarida, ishlarida, shariatida va o'rinlashtirishida hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ya'ni yüksektir, pokdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alhamdulillah. Shuning bilan Sura Jasiyaning tafsiri tugadi. Jami hamd sana va madhiya Alloh xosdir. Tavfiqqa erishish va xatolikdan saqlanish faqat Alloh tarafidandir. Kelar qitimda Sura Ahqaf tafsiri 1-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.